Endi mana sizlar uchun bir ademi dasturxonni jayib o'tgan bugungi quvonch bilan o'rtaga chaqiraychi. Dastan og'am men Shansaya jengim o'rtaga kelsa. Tamosha. Endi kichkina kute turaylik gaz. Kelgan qo'noqlar bir o'zlari tushunib qolar. Namonagan jo'q. Sizga deyman. Sonday o'qish. Sizlardan to'y quvonchlarimiz bor. Kelgan qo'noqlar sizlarning ko'ngilingizga qaray jeki bir shahray o'rtaga bir ademilik bilib borib kelsak. Endi bratan sizga men qarab tursiz bir bilamaydi odam sihat qarab tursiz. Bilamasangiz bir qo'lingizni ko'tarib ana joyga bitib bir amallashib, borib kelsangiz bo'ldi. Tushundingmi? O'zingiz birinchi keyin jengga maqincha, bilaysizmi? Bo'ldi unda. So'ngingizda bir jax shapaloq uradigan chiqar degan bu. Al endi shey hurmat xonlar va mirzolar, ardaqda g'ayinlar, mana sizlar uchun keremet dasturxon joyib, bugun mana Allohga shukr 40 yoshga to'lib жатқан o'rtada quvonish iyesi Dastan og'am, krasavika orkestr maestro. Ko'pchilikka unab жатыр, biroq Shansaya jengim ne deb bilasizmi? Ужас dedi u. Mana biyma. To'g'ri o'slaydi. Hozir Shansaya jengimning biyin ko'ring. Al o'rtada hurmatli xonlar va mirzolar, ardaqda g'ayinlar, mana Dastan og'amning ayoli shada. Qiysiq qabirg'asi. Самая умная, самая красивая, иногда нервная. O'rtada krasavitsa Shansaya jengim kelib bilib oldi. Al endi sizlarga rahmat chaqirib, dasturxon masal jangasa bersangizlar bo'ladi. Endi hurmatli xonlar va mirzolar, bugungi quvonch yillari sizlarga bir keremetli siyosat tarafda arnayı birinchi siyliqni bugungi quvonchga arnayı bu davr emas, unda eng birinchi kelgan qo'noqqa o'sha siyliqni berishdi dedi. 7ga chaqirdim dedi, yangrek bar dedi, kechikmay eng birinchi kelgan qo'noqqa o'shay dav siyosat ber dedi. Kim birinchi keldi bizda? Eng birinchi kelgan kim? Sizlarmi? Tak, siz va еще birodan siz qo'l ko'targansizlar, kelingizlar o'rtaga belamayasizlar. Ya, o'ylanib aytdingiz, или подаркын ko'rib ayta salingizlar. Qanchada keldi saat? 7:00 degan. 7:00 degan. Endi mana sizdan erta kelgan qo'noqlar bormi? Yo'qmi hech kim? Onda yengdek bor. Kim bor? Birga keldingizlarmi? Sizlar просто sal erta kelib bir krужка pivodan ichib olishga kelgansizlar, negizlar. Arnayı ziyafatimiz quvonchli bo'lsin, jaxlar dasturxon Endi kelesi Maya alstan kelgan qo'noqqa bereylik. O'zi mana bugun Dastan bavurining to'yi qo'y, quvonchi qo'y deb alstan kelgan qo'noq kim bizda? Kim? Bugungi quvonchga so'nggi kelgan kim? So'nggi. Xayrat aka, kelsiz Xayrat aka. Просто bratan so'nggi kelgan qo'noqqa padarka yo'q deb aytib degan. Sal erta kelib kerak-da to'yga negiz. Endi kelesi siyosat ayel men kelgan, men to'qol olam deydi erkak bo'lsa, beraylik shu kisiga bir siyosat beraylik, Kim bor? Yo'qmi?
O, mana bir kişi ko'tardi. Rahmat. Kelingizlar, birodar, xo'sh rahmet. Kelinchingizbен keldingizmi? Iya. Qay yerda o'tir? Ana kisi qo'ya. To'g'on olam degan niyatiniz bor. Bor. Kelinchingizga ruxsat berib tur. Bilmayman o'zimni. Rahmet. Ruxsat beramizmi? Birodar, qaytaylik onda. Aksi. Shifalari chiqqanmi negizi? Ko'p odam bo'lsa so'kishga beragan, bir satga kredit olmasin. Kim bor? Kredit ko'p odamga beragan. Mana endi Polsha chiqib bo'ladi. Ayna qancha to'layapti birodar? 160. Voy, 160 deydi. Qancha? 250 misalda. Bormi 250 dan jo'g'ari kim bor? Men 300 bo'lmasa 500 million to'layaptim deysizlar. Kim bor? 360 kim to'layapti? Javob topami? 280 turadi. Ay. Tak, qancha deyapti? Yani 700 birodar. Al, arday sizavatimiz aynan mana 250 ming to'layapti ekan. Bir satga kredit olmasin degan niyatda. So'm bo'ladi. O'sik aytadigan qo'noq bormi? Siz aytasizmi? Keyin sonda o'rtaga bilan chiqarmayasizlar. Birodar, ya bo'ladi, adam bo'lsa o'sik aytasizlar. Endi bir satga balon saytamiz birodar. Bunaqasi bilet berish o'rtaga. Chiqarmayasizlar. Endi adam o'ziga aytadigan adam ikki tur bo'ladi. Biri estigan aytadi, biri sal bosib aytadi. Qaysini aytasiz? Estiganini aytaman. Estigan. Shamolni ketadi. Endi qiziqtirib ayting shu qo'sadi. Sal bir qo'sasiz, tamosha mana. Mo'yndab turib, mo'yndaganda yerlik endi Do'lay aytalasizmi? Bugungi mana quvonch keremet o'tdi, tamada bola молодец deb aytalasizmi? Iya. Mana sal bosib aytadigan bor ekan endi aytganman. Arnay sizabatimiz mana. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Belgili sebeplerмен men bugungi quvonchdan erta qaytib ketaman degan qo'noq bormi? Men belgili sebeplermen. Kim bor? Naksi bor, so'sin anaksi bor ya. Keyin birodan o'rtaga. Birinchi so'roq, ne sebepten erta qaytding deb жатсыз? Men yolg'izman, kelinchagim yo'q. Kelinchak zvondagingizda sirasi qaytib ketasiz. Qaytib bo'lib turasiz. Qaytib mana. Примерно soat 8:30 bo'lsa siz qanchada qaytasiz? Примерно endi. Yarım soatda qaytaman. Soat 9'larda ya. Tamam, jarım soatdan qaytaman deydi. Onda 9dan 1 ketganda sizni ko'rmaydim bo'ladi birodar. O'ynab. Bu sizga o'ymaysiz bularni. Hozir anday chiqadi o'zingiz. Al, yaxshilab joylashsak, o'tiraylik, o'tiraylik mana, hurmatli.
баршаңыз құрмет қошемет ағайын. Сіздердің құрметтеріңізге осындағы барша достардың құрметіне бір дос. Жабылып қалғанымда, таусылып қалғанымда, арылып ауырымда, бір сәтте алдануға, қасымда ең көп жасайтын сізге жақсы бір сый-сияпат беремін деді. Әзірге мынау көрпеше алып дегенше қолды үйретіп алатын кісілер бар ма? Мен қарап бір рет көріп деген сияқты. Жай қарап отырмыз, қошемет тұрып отырамыз. Япон бір тізелу да береді, тізелу. Міне, біреу, қосып қоймыз ба? Екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10 болды. Әдемі, бір қосып қойайық, керемет. Ал келесі жалғастыра берейік. Кім бар келесі? Ол саналмайды, сен мен бөлек қой, саналмайды. Көрейік ал. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 тамаша бір болсын. Жоқ, бесеу істейсің, еркексің. Давай. Бесеу істейсің. Сразу гемоглобин түсіп кетті ғой. Кеттік. Біреу, екі, үш, төрт, 14, 15, Аксенге басқа движение оқиды. 16, 17, бір қосып қойайық. 7, 8, 9, 10, Нормально. 11, 12,
Өр жаным бар бойына сен жаққан жүрегімнен менің өшпейді жайнауы жазым жайқалып жатыр әйгілі алатауымнан гүлімдей жайнап асық салып ойна еркелеп өскен ауылым гүлім ортада тағы да бір ойын болсын. Соған маған бір 5 ер азамат керек. Кім бар? Ерлан. Ерлан дейді. Ереке қай жерде отыр алысы? Жеп алыңыз братан. Тағы? көп жеме ей көп жеме Ермек. Ермек? Ермек аға, мен шөзка братан. Сосын Ербол қайда? Япон қайда? Япон. Ey, спортсмен керек оған. Анамын оған келіңіз братан, сіз шақырып отыр арнайы. Келе беріңіздер. 3 адам шықты, енді 2 адам. Астанадан келген чемпион бар ғой. Болады. Арнайы Астанадан келген ағамыз. Так, енді бір адамнан. Кел, Ербол. Арнайы Тараздан келген Ербол ағамыз шақырып отыр ортаға. Ал, сізге бір рахмет жайғаса берсеңіз болады.